Xabaringiz bor, 5 tashabbus olimpiadasi doirasida umumiy o'rta ta'lim muassasalari xodimlari o'rtasida sog'lom tanda sifatli ta'lim shiori ostida kasaba uyushmasi kubogi sport musobaqalari o'tkazib kelinayotgan edi. Nurafshon shahrida joylashgan Nurafshon Arena sport majmuasida mazkur musobaqaning Toshkent viloyati bosqichi bo'lib o'tdi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz lavhasida tanishasiz. Sport sog'lom hayot garovi ekanligini barchamiz yaxshi bilamiz. Shu bois yurtimizda sport bilan shug'ullanish ommaviy tus olmoqda. Sog'lom turmush tarziga amal qilayotgan yurtdoshlarimiz soni kun sayin ko'payib borayotgani esa fikrimiz dalilidir. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi Toshkent viloyati kengashi, viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi, Toshkent viloyati sport boshqarmasi hamda O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligining Toshkent viloyat boshqarmasi tomonidan tashkil etilgan sport musobaqalarida shahar va tumanlarda g'oliblikni qo'lga kiritgan o'qituvchi pedagoglardan iborat sport jamoalari ishtirok etdilar. Bu yilgi sport turlarimizda 873 ta maktabda 25 mingdan ortiq pedagog xodimlar, ya'ni o'qituvchilar ishtirok etib, o'zlarini sportdan kuch mahoratlarini sinab ko'rishdi. Viloyat bosqichiga chiqqan g'oliblarni hammasiga sport boshqarmasi tomonidan beriladigan qimmatbaho esdalik sovg'alar hamda O'zbekiston kasaba uyushmalari kubogi hamda 30 million so'm pul mukofoti bilan rag'batlantiriladi. Bu musobaqaga bizda har yili o'qituvchilarimiz qiziqish bilan qarashmoqda. Shu bilan birga o'zlarining mana shu sportga bo'lgan qiziqishlarini oshirib, faollik bilan juda ham yaxshi qabul qilishdi. Mana bugun biz Ohangaron shahridan umumta'lim maktablari o'rtasida o'tkazilayotgan 5 tashabbus doirasidagi sog'lom tanda sifatli ta'lim shiori ostidagi sport musobaqasining Toshkent viloyati bosqichiga yetib keldik. Bunda bizning xodimlarimiz shaxmat, shashka, voleybol, stol tennisi, futbol turlari bilan bellashadi. Ma'lumotlarga ko'ra, kasaba uyushmasi kubogi musobaqalarida sportning ommabop turlari, ya'ni mini futbol, shaxmat, shashka, stol tennisi hamda voleybol yo'nalishlari bo'yicha ishtirokchilar o'zaro kuch sinashishdi. Shiddatli va do'stona ruhda o'tgan musobaqalar yakunida g'oliblikni Parkent tumani o'qituvchilar jamoasi qo'lga kiritdi.